Bilarmidingiz? Bu bola shunday futbol o'ynaydiki, go'yo Cristiano Ronaldoning iqtidori uning tanasiga joylashib olgandek. U atigi 12 yoshda, ammo uni o'yinlarini ko'rganingizda yoshiga ishonish qiyin. Eng hayratlanarlisi esa dunyoning eng mashhur klublari uni allaqachon kuzata boshlagan. Tengdoshlari PlayStation o'ynayotgan paytida u har kuni ertalab soat 5:00 da maydonga chiqib mashq qiladi. Uning ismi Valeri. Uni allaqachon kichik arvoh deb atashadi. Chunki u himoyachilar orasidan shunday tez va chaqqon o'tib ketadiki, hatto katta yoshdagi futbolchilar ham uni ko'z bilan kuzatishga ulgurmay qolishadi. Ammo eng qizig'i hali oldinda. Valerining o'zi men hali jiddiy o'ynashni ham boshlaganim yo'q, deydi. Barselona, Real Madrid kabi top klublar uni kuzatmoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, ular kelajakda uni jamoaga olib kelish uchun katta mablag' taklif qilishga tayyor. FIFA qoidalariga ko'ra 16 yoshga to'lmagan futbolchilar bilan professional shartnoma imzolashga cheklov bor. Shuning uchun klublar hozircha uni mashg'ulotlarga va yig'inlarga taklif qilish orqali kuzatishmoqda. Qizig'i, Valerining doimiy trener ham yo'q. U bilan asosan otasi shug'ullanadi va har bir mashg'ulotini videoga oladi. Endi savol, sizningcha Valeri kelajakda futbol tarixidagi eng buyuk futbolchilardan bo'ladimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.